Bugun sizlarga PUBG uchun ishlatish mumkin bo'lgan telefonlarni 10 tasini birma-bir obzor qilib beraman. Narxlari, holati va xotirasini tanish uchun videoni oxirigacha biz bilan birgalikda tomosha qiling. O'sha legendarniy bo'lgan Poco X3 Pro, xotirasi 128 GB, PUBG uchun 60 FPS da ishlab bera oladigan telefon. Holatini ko'rishingiz mumkin. Unchalik yomon emas, lekin zo'r ham emas. Xotirasi 6 ga 128 GB. Hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Ikkita sim karta podдержка qiladi. Garantiyasi bilan qilib beramiz. Narxini hech pulga qiziqayotgan bo'lsangiz 1 million 50 ming so'mga berib yuboramiz. Siz bilasizmi yoki yo'q, lekin ko'pchilikning xabari bor. LG dan V60 degan telefonimiz ham protsessori o'ta kuchli, bitta sim karta podдержка qiladi. PUBG uchun bemalol 60 FPS ishlatsangiz bo'ladi. LG modellarini ajili hisoblanadi. Mana shu LG V60 Tring deb nomlangan modelimiz. Bular odatda bitta sim karta podдержка qiladi. Imekasi ro'yxatdan o'tkazilgan albatta, hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Holatini ko'rishingiz mumkin. Menimcha bu model uchun bu holat super ideal hisoblansa kerak. Eng qizig'i korobkasi ham bor. Narxini hech pul deb qiziqayotgan bo'lsangiz 130 dollarga berib yuboriladi. Redmi Note 8 Pro'lar, xotirasi 64 va 128 ta telefonlar hozirgi kunda PUBG uchun bemalol 60 FPS ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bu jetli model hisoblanadi, narxiga yarasha bemalol ishlab bera oladi. Redmi Note 8 Pro deb nomlangan modellarimizni holatini ko'rishingiz mumkin. Unchalik yomon emas, chidasa bo'ladi, narxiga arziydi har holda. Xotirasi 128 GB va 64 GB, PUBG da bemalol 60 FPS ishlaydi. Bunisiga albatta biz ishonch hosil qilib, o'rnatib ko'rib, ishlatib ko'rib, garantiyasi bilan beramiz. PUBG da 60 FPS ishlashiga. Narxlarga keladigan bo'lsak, 1 million 50 ming so'mga 950 ming so'm chiqadi. Xotirasi kattarog'i, ozgina balandroq narxi ham. Qizig'mi? Tez aloqaga chiqinglar. Bu telefonlarimiz sotilib ketish xavfi juda ham yuqori. Voy, sotilib ketib qoldimi deb keyin afsus qilmanglar deyman-da. Ushbu telefonlarning orasiga mana shu Note Pro degan telefonni qo'yishga qaror qildim. PUBG uchun 60 FPS emas, lekin ishlatib qo'ysa bo'ladi. 45 FPS ishlaydi. Qizishlar juda kam bo'ladi, nihoyatda past bo'ladi. Narx ham o'ziga yarasha holati ideal holatda. Redmi Note Pro deb nomlangan modelimizda korobka dokumentlari bor. Holatini ham ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda saqlanib qolgan ekan. Zo'r ideal bo'lmasa ham, lekin bu telefon uchun bu holat yaxshi deb hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsa, 90 dollarga berib yuboriladi. Korobka dokumentlari ham bor. Xotirasi 8 ga 128 GB, ikkita sim karta imekasi o'tgan holatda. Xiaomi 11T Pro 5G deb nomlangan modelimiz hozirgi kunda PUBG da bemalol 90 FPS da ishlab bera oladi. Ikkita sim karta podдержка qiladi, hech qanday aybi nuqsoni yo'q bo'ladi. Telefonimizni sotib olishga arziydigan narxda beryapmiz. Endi esa bu yog'iga faqat 120 FPS telefonlarni ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib ko'rsatilgan telefonimiz Xiaomi dan 13T deb nomlanadi. Prosessorlari kuchli, o'zi ham yaxshi telefon, ammo holatlari pastroq bo'lgan ushbu modelimizni 190 dollarga berib yuboryapmiz. Holatdan kelib chiqqan holda narx qo'yilgan, albatta. PUBG da 120 FPS da bemalol ishlab bera oladi. PUBG ni ajali deb nom olgan bu telefonimizning laqabi. Qizig'mi, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hozirda bularning yaxshilari, yaxshi holatdagilari bozorda 250 dollar atrofida sotilyapti. Bu telefonimiz korobka dokumentlari ham bor. Menimcha 190 dollarga arzisa kerak, ishlatib, mazza qilib yana sotib olsangiz pulga ketadigan apparat. Poco'lar bilan davom ettiramiz. Poco X8 Pro avvallari 90 FPS ishlardi. Hozirgi kunda yangilanishdan keyin 120 FPS ga aylandi. Ushbu telefonlarni sotib olib o'yinga ishlatish uchun bemalol tavsiya qila olaman. Poco X8 Pro'lar hozirgi kunda juda ham ser xaridor telefonlarga aylanib qolgan, holatlarini ko'rishingiz mumkin. Alishgan, qirilgan joylari yo'q, ammo mana shu kirishkalarda biroz urinib qolgan holatlar ko'rinib turadi. Bittasi 512 GB, mana ikkinchisi esa 256 GB. Narxiga keladigan bo'lsa, 210 dollarga 235 dollar chiqadi. Korobka dokumentlariga ega, ikkita sim kartalik, imeklar ro'yxatdan o'tgan, hech qanday aybi nuqsoni yo'q, garantiyalik albatta. Poco X7 Pro'lar hozirgi kunda o'yinni bomba qilib yondirib tashlayapti. Sotuvda ham zo'r, 120 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Ikkita rangidan bor. Qanaqasi kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Ko'pchilikning xabari bor, Poco modellarda ham batareya foizini, siklini ko'rsatadigan bo'lib qolgan. Hozir mana birinchi bo'lib ko'rsatadigan qora rangli Poco X7 Pro'imizni sikli 66 marta zaryad qilingan, batareya foizi 100%. Значит, ko'p ishlamagan korobka dokument zaryadniklari ham mavjud. Narxini nech pul deb qiziqayotgan bo'lsangiz, 268 dollarga berib yuboriladi. Xotirasi 8 ga 256 GB. Bu rangdagisini esa narxi arzonroq chiqadi nisbatan 255 dollarga 98% ga tushgan, 244 marta zaryad qilingan. Buni ham korobka dokument zaryadniklari bor. Ushbu telefonlarimiz qaysi biri sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqib qo'shimcha ma'lumot olsanglar bo'ladi. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Qiziq bo'lsa, kelib ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga pochta orqali dastlab qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.